Massasi 4,6 gram bo'lgan etanol molekulalar aro degidratlanganda hosil bo'lgan mahsulotning mol miqdorini aniqlang. Reaksiya unumi 0,5% deyapti, ya'ni 50% degani. Endi qaranglar bolalar, etanol molekulalar aro degidratlangan. Xo'p, bundan nimani hosil qiladi? S2H5OH molekulalar aro degidratlansa nimani hosil qilardi? Dietil efir, ya'ni oddiy efir. Efirni hosil qiladi. S2H5O S2H5 plus suv ham hosil qiladi. Endi hurmatli abituriyentlar, mana buni ichki radikalda ikkita bo'lgani uchun 2 qo'ysam, reaksiyamiz teng. 46 ning ikkitasi 92 gram bo'ladi. 92 gramdan qancha mol so'ralgan? 1 mol efir hosil qilsa 4,6 gramdan qancha deb hisoblasanglar, 46 bo'lsa teng yarim bo'ladi. 4,6 bo'lgani uchun 0,05 mol bo'ladi. 0,05 mol biz masalan shart bo'yicha 50% ekan. 0,05 imiz 100% deb oladigan bo'lsak, 50% da qancha deb hisoblasak javobimiz chiqadi. 0,05 ni yarimi 0,025. Javobimiz javob ekan. Keyingisi, sulfat kislota ishtirokida 23 gram etanolni 140 gradusgacha qizdirilganda 75% da unum bilan hosil bo'lgan suyuq organik modda massasini aniqlang deyiladi. Yana shu mollar etil efirni hosil qiladi. Bu 20-savol, keyingisi 21-savol. Xuddi shu reaksiyani yozaman bolalar. S2H5OH S2H5O2H5 plus suv holatda yozib olaman. Demak bolalar, 92 gramdan 29 umumiy 16 ni qo'shadigan bo'lsak, jami shunda 74 gram bo'lar ekan dietil efiri. 23 gramda qancha deb hisoblasak, demak, 23 bilan 92 qisqarsa 1/4 bo'ladi. 1/4imiz 0,25. Ya'ni 74 ni 4 ga bo'lib qo'yganimizga teng. 74 ni bo'ladigan bo'lsa 18,5 gram bo'ladi. 18,5 gram efirimiz 100% deb hisoblaydigan bo'lsak, 70% unumda necha gram bo'ladi deb hisoblaymiz. 12,95, ya'ni shu yaxlatlasak 13 da. Yaxlatlasa 13 ga chiqadi. Bormi ekan? Ha, mana o'zi bor ekan. Javob. Keyingisi, so'nggisi 22-savol. 30 gram bir atomli spirtni ichki molekulyar degidratlanishdan 9 gram suv hosil bo'lib, spirtning molekulyar formulasini aniqlang. Xo'p, bolalar, umumiy holatda yozib olaman. SnH2n plus 2O. Bunda degidratlanish deyapti. Shuni to'g'ridan to'g'ri strelka berib yozib qo'yaman. SnH2n hosil qiladi, ya'ni alken hosil qiladi esinglarda bo'lsa, plus suv ham hosil qiladi. 30 gram spirtdan 9 gram suv hosil qilsa, 18 gramidan qancha spirt bo'ladi deb hisoblaysan. 30 ni 18 ga ko'paytirib 9 ga bo'lganlar, qisqartirsa 2/1 ga. 32 ko'paytirsa 60. Endi massa topish formulasiga qo'yaman. 14n plus 18 teng 60 ga. 60 dan 18 ni ayiradigan bo'lsak, 14n teng to'ppa-to'g'ri 42. Endi qiymatini topsak necha chiqar ekan? 3. Qaysi spirt? Propanol. Propanol yoki propil spirti S3H7OH. Javob bormi? Bor ekan, mana bu javob.